Assalomu alaykum do'stlar. Navbatdagi Excel darsimizga xush kelibsizlar. Bugungi darsimizda o'tgan safargi darsimizni davom ettirgan holatda shartli funksiyalarni ikkisini ko'rib chiqamiz. Bu ikkita formulamiz bor. Count if va count ifs. Bular qanday formulalar? Bular ma'lum darajadagi mijozlarni yoki ma'lumotlarni saralash uchun ularni sanoqi nechtaligini aniqlash uchun kerak bo'ladigan formulalar hisoblanadi. Bular qanday ishlaydi? Bularni ko'rib chiqamiz. Mani Excel'im ingliz tilida, shuning uchun men ingliz tilida formulani yozaman, lekin ruschasini ham yozib qo'yganman. Formula yozilishi bir xil, faqat boshigina o'zgaradi. Keyin yana bitta ma'lumot. Mani Excel'im litsenzioniy versiya bo'lgani uchun, ya'ni pullik versiya bo'lgani uchun ko'rinishlari va qo'shimcha funksiyalar bor, lekin tekin versiyalarni ishlatayotgan bo'lsangiz ham baribir shu funksiyalar ishlayveradi. Faqat mana bunaqa qo'shimcha funksiyalar bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir ishlaydi va ikonkalarning ko'rinishi biroz farq qilishi mumkin. Lekin aynan shu qatordan, aynan shu ustunlardan topasiz baribir o'sha formulani yoki o'sha funksiyani. Farqi yo'q, buni faqat ozgina e'tiborli bo'lsangiz, odatda unaqa katta farq qilmaydi. Xo'p, boshladik. Demak, count if qanday formula? Bu hisob kitoblarda ishlatiladi, ya'ni mijozlarni yoki qandaydir mahsulotni ma'lum bir qiymatga asoslangan holatda saralash va sonini chiqarish uchun ishlatiladi. Buni ko'rib chiqamiz hozir. Count if funksiyasi sanagin agar degan ma'noni beradi. Buni yozamiz. Uning uchun count if yozamiz. Count if yozib range deyapti, ya'ni aynan qaysi joydan sani buni deb aytyapti. Range biz bu yerda qiymatlarni tanlab olamiz va bu yerda vergul bilan yopgin deyapti. Vergul bilan yopamiz va kriteriya aynan nimaga asoslanib sani deyapti bu ma'lumotlarni. Ma'lumotlarni nimaga asoslanib sanashi, qo'sh tirnoqni ochamiz. Bizaga 500 dan katta bo'lgan qiymatlarni hisoblab bergin deb mana berdik. Bu 500, bu katta. Katta kichik belgisi. Matematikadan o'zingizlar bilasizlar yaxshi buni. Va 500 dan katta bo'lgan qiymatlarni sanab bergin bizaga nechta ekan. Ya'ni $500 katta bo'lgan aynan shu mahsulotlarni saralab beradi. Enter bosamiz. 9 ta chiqdi. Endi bilan sanab ko'ramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va mana 9-inchisi. 9 ta qiymat bizga javob qaytardi. Keyingi funksiyamiz count ifs funksiyasi. Bu count if takomillashtirilgan varianti, ya'ni ko'proq shartlarni bajarishi mumkin. Buni ham sinab ko'ramiz. Tengi bosamiz. Count ifs tanlaymiz. Count ifs tanlagandan keyin kriteriya tanlagin deyapti. Ya'ni shu qiymatlarimizni olamiz. Vergul bilan boyagi qiymatimizni takrorlaymiz. 500 dan katta bo'lsa va count ifs farqi shundaki, bunda ko'proq kriteriya qo'shsanglar bo'ladi bemalol. Bu nima degani? Ya'ni vergul bilan bosamiz va endi zakazlar sonini belgilab olamiz. Bu joyda zakazlar sonini belgiladik va yana vergul bilan zakazlar soni misol uchun 10 dan katta bo'lsin deb belgilaymiz. Bu nima degani? Formula keladi, bu yoqqa qaraydi. Agar 500 dan katta bo'lsa, bu yerdagi qiymat hisobga oladi va bu yerdagi qiymat ham aynan 10 dan katta bo'lishi kerak. Masalan, mana buni hisobga oladi. Lekin bunisini hisobga olmaydi, chunki bu 500 dan katta bo'lgani bilan bu 10 dan katta emas. Shuning uchun bu 6 10 dan kichkina, buni hisobga olmaydi. Faqat mana shunaqa 500 dan katta va 10 dan katta bo'lgan qiymatlarni sanaydi. Va enter bosamiz. 4 ta chiqdi. Tekshirib ko'ramiz. Mana birinchi, ikkinchi, e'tibor berayotgan bo'lsanglar 10 dan katta va 500 dan kattalarni o'zini sanayapman. Bularni tashlab ketamiz. Bu o'ziga teng, bunisi olmaymiz. O'ziga teng bo'lish uchun yoniga teng ishorasini ham qo'yishimiz kerak edi. Xo'p, ikkita bo'ldi.
mana 3-chi qiymatimiz va yana 500 dan katta mana 4-chi qiymatimiz. Demak, formulamiz to'g'ri ishlayapti. Xuddi shunaqa tartibda o'zingizga kerakli mijozlarni yoki tovarlarni ro'yxatini, aniq sonini chiqarib olishingiz mumkin. Bunaqa kichik ma'lumotlarda odatda ruchnoy sanashadi, lekin sizlarda 1000 ta, 2000 ta, ba'zan 100 ming, 200 mingtalab ma'lumot bo'ladi. Bunaqa paytda ruchnoy sanab o'tirish menimcha juda ko'p vaqtinglarni oladi. Bitta formula bilan hal qilib tashlasanglar bo'ladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.